Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugungi darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimizda biz aktivlar va passivlar bilan tanishamiz. Har bir buxgalter nima aktiv, nima passivligini yaxshi tushunishi va buning mohiyatiga yaxshi yetib borishi kerak. Har bir fan kabi buxgalteriya hisobining ham subyektlari va obyektlari bor. Buxgalteriya hisobining subyekti deganda biz O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq buxgalteriya hisobini yuritishi shart bo'lgan barcha tashkilotlar, korxonalar buxgalteriya hisobining subyektlari hisoblanadi. Demak, O'zbekiston Respublikasida faoliyat ko'rsatadigan sug'urta kompaniyalari, banklari, mas'uliyat cheklangan jamiyatlar, xususiy korxonalar, tijorat va notijorat korxonalar va shunga o'xshash barcha korxonalar buxgalteriya hisobining subyektlari hisoblanadi va ular buxgalteriya hisobini yuritishlari shart qilib qo'yilgan. Buxgalteriya hisobining obyekti bo'lib, buxgalteriya hisobini yuritish uchun ishlatiladigan bir guruh elementlarga, ya'ni korxonaning aktivlari, majburiyatlari, kapitali, daromad, xarajat, foyda, zararlari bular buxgalteriya hisobining obyekti hisoblanadi. Sodda qilib aytganda, buxgalteriya hisobining obyekti bu buxgalteriya hisobining instrumentlari hisoblanadi. Shu instrumentlar yordamida buxgalteriya hisobi yuritiladi. Demak, buxgalteriya hisobining subyekti va obyekti mavjud ekan. Buxgalteriya hisobining subyekti deganda O'zbekiston hududida faoliyat ko'rsatadigan barcha yuridik shaxslarni buxgalteriya hisobining subyekti deb qarar ekanmiz. Buxgalteriya hisobining obyekti deb buxgalteriya hisobining instrumentlari, ya'ni hisobni yuritish, ya'ni hisob yuritish elementlari buxgalteriya hisobining obyekti hisoblanar ekan. Bularga aktivlar, majburiyat, kapital, daromad, xarajat, foyda, zararlar buxgalteriya hisobining obyektlari hisoblanar ekan. Asosan har bir korxonaning faoliyat yuritishdan maqsadi bu daromad olishga qaratilgan bo'ladi. Daromad olish uchun mahsulot ishlab chiqaradi, xizmatlar ko'rsatadi yoki ishlar bajaradi. Bu ishlarni bajarish uchun esa korxonaga asbob-uskunalar, bino va inshootlari, transport vositalari, aylanma mablag'lar uchun pullari, mahsulot ishlab chiqarish uchun olgan xomashyolari va tovarlari bo'lishi mumkin. Bularning hammasini korxona mol-mulklari deb qaraymiz. Demak, korxona mol-mulklari yordamida tovarlar ishlab chiqarishi, xizmatlar ko'rsatishi yoki ishlar bajarishi mumkin ekan. Bugundan boshlab biz korxona mol-mulklarini aktivlar deb yuritamiz. Demak, korxona aktivlari bu korxona egalik qiladigan va ular yordamida o'zining moliyaviy, xo'jalik faoliyatini amalga oshiradigan vositalardir. Ya'ni aktivlar bu korxonaning har qanday mol-mulklari. Unda asbob-uskunalari ham, korxonaning pullari ham, korxonaning qayta sotish uchun sotib olgan tovarlari ham, korxonaning bino va inshootlari ham, bularning hammasi korxonaning mulklari, ya'ni korxonaning aktivlari hisoblanadi. Demak, korxona aktivlar yordamida korxonani boshqarishi mumkin. Ya'ni korxona stol-stulidan, kompyuteridan, ofisidan yoki rahbarning olib yuradigan mashinasidan shu korxona ishlarini boshqarish uchun ishlatadi. Shu bilan birga korxona aktividan korxonada daromad olish uchun foydalanish mumkin. Ya'ni ishlab chiqarish maqsadida foydalanish mumkin. Korxona asbob-uskunalari, korxonaning aylanmasidagi pul mablag'lari, korxonaning xomashyolari, bularning hammasi korxonaga daromad olish maqsadida foydalanadigan aktivlar hisoblanadi. Demak, aktivlardan biz korxonani boshqarish uchun yoki korxonada daromad olish uchun foydalanar ekanmiz. Mavzu bilan tanishib chiqarkanmiz, ozgina tarixga qaytamiz. Bizning dastlabki buxgalterlarimiz, ya'ni birinchi hisobchilarimiz mol-mulklarini hisobini yuritishgan. Demak, misolimizdagi dastlabki buxgalterimiz xo'jaligidagi bor mol-mulkini hisobini yozib chiqqan. Bu nima degan? Menda bino bor. Binoning qiymati 50 million birlikda va ota aravaning qiymati 100 ming birlikda. Yana omborimda bug'doy bor va bug'doyimning qiymati 300 ming birlikda. Shu bilan birga menda pul mablag'larim bor. Pul mablag'larining qiymati esa 1 million birlikda. Demak, mendagi hamma mol-mulkimning qiymati 51 million 400 ming deb bor mol-mulkini qiymatini yozib chiqqan. Demak, misolimizdagi hisobchimizning xo'jaligidagi bor mol-mulkining qiymati 51 million 400 ming so'm ekan. Bizning dastlabki buxgalterimiz xo'jaligidagi bor mol-mulklarning ro'yxatini tuzib chiqdi. Endi u bu mulklar qayerdan shakllandi degan savolni qo'ydi va bu mulklarni shakllanish manbasini ro'yxatini tuzib chiqdi. Demak, buxgalterimiz xo'jaligimdagi bino qiymati 50 million. Bu bino o'z mablag'im hisobidan shakllandi deb, o'z mablag'lari hisobidan shakllangan mulklar qatoriga yozib qo'ygan. Keyingi mulki ot aravasi bo'lgan. Ot aravasining qiymati 100 ming birlik.
100 ming birlik bu o'z mablag'im hisobidan shakllangan deb o'z mablag'lari qatoriga yozib qo'ygan. Keyingisi xo'jalik omboridagi bug'doyi. Xo'jalik omborida 300 ming birlikdagi bug'doyi bor ekan. Ushbu bug'doyning 200 mingini o'z mablag' hisobidan to'lab bergan. 100 ming birligida esa qarz bo'lgan ekan. Demak, 200 mingini o'z mablag'i qatoriga yozgan, 100 ming birligini qarz mablag'lar qatoriga yozib qo'ygan. Keyingi mulki korxonadagi, xo'jaligidagi pullari. Xo'jaligida 1 million birlikdagi pullari bo'lgan ekan. Bu pullarning 800 mingi o'ziga tegishli bo'lgan ekan. Demak, buni o'z mablag'lari qatoriga yozgan. 200 mingini esa qarzga olgan ekan. 200 mingini qarz qatoriga yozgan. Demak, xo'jaligida 51 million 400 minglik mol-mulklari bor ekan. Shu mulklarning 51 million 100i xo'jalikning o'z mablag'lari hisobidan shakllangan ekan. 400i esa qarzga olingan manba hisobidan shakllangan ekan. E'tibor bering. Mol-mulklar qatorida mol-mulklarni tarkibini yozib chiqdik. Ularning manbasi qatorida esa shu mulklar qayerdan shakllanganligini yozib chiqdik. Demak, bizning dastlabki buxgalterimiz xo'jalikdagi mol-mulklar bu xo'jalikning o'z mablag'lari va qarzga olingan mablag'lar hisobidan shaklanar ekan degan xulosaga kelgan. Va o'z hisobida mol-mulklardan tashqari shu mulklarning shakllanish manbasini ham hisobini yurita boshlagan. Bu 14-asrda boshlangan va 14-asrdan bugungacha har qanday xo'jalik yurituvchi subyekt o'zining mol-mulklarini va ularning kelib chiqish manbalarini hisobini yuritadi. Biz ham buxgalteriyani o'rganar ekanmiz, mol-mulklarning hisobini va ularning kelib chiqish manbalarini hisobini yuritishni o'rganib boramiz. Demak, bundan xulosa qilamizki, xo'jalikdagi mulklar o'z mablag'lari manbasidan va qarzga olingan manbadan shaklanar ekan. Mol-mulklarni bugungi kunda aktivlar deb yuritamiz. Demak, aktiv deganda biz mol-mulklarni tushunamiz. O'z mablag'larini esa kapital, qarzga olinganlarni esa majburiyat deb yuritamiz. Demak, aktivlar, ya'ni mol-mulklar bu kapitaldan va majburiyatdan shaklanar ekan. Kapital va majburiyatni bir so'z bilan passivlar deb yuritiladi. Demak, aktivlar mol-mulklar bo'lsa, passivlar shu mulklarning shakllanish manbasi, ya'ni bu mulklar qayerdan shakllanganligini manbasi hisoblanar ekan. Aktiv teng kapital qo'shilgan majburiyat bu buxgalteriya balansi deb yuritiladi. Ya'ni mol-mulklar va ularning kelib chiqish manbalarining tengligi. Demak, aktivlar deganda biz mol-mulklarni tushundik. Bu bino bo'lishi mumkin, transport vositalari bo'lishi mumkin, xom ashyolar bo'lishi mumkin, pul bo'lishi mumkin, mahsulot yoki asbob-uskunalar bo'lishi mumkin. Passivlar esa shu mulklarning shakllanish manbasi ekan. Bu kapitaldan shakllanishi mumkin yoki majburiyatdan shakllanishi mumkin ekan. Demak, xo'jalikdagi mol-mulklar korxonaning o'z mablag'lari, kreditlar hisobidan, qarzga olingan manba hisobidan, undan tashqari passivlarda ish haqi, soliqlar va shunga o'xshash boshqa passiv elementlardan tashkil topadi. Biz aktivni mulk deb tushundik. Har qanday mulkni ham korxonaga aktiv deb qabul qilavermaymiz. Korxonada aktiv deb qabul qilish uchun asosiy qo'yilgan 3 ta talab bor. Bu talabning birinchisi, mulk korxonaga egalik huquqi bilan korxonaniki hisoblanishi kerak. Ya'ni shu mulkni korxona sotib olgan bo'lishi kerak, o'zi yasagan bo'lishi kerak yoki o'zi qurgan bo'lishi kerak, kreditga olgan bo'lishi kerak. Demak, mulkka bo'lgan egalik huquqi shu korxonaga tegishli bo'lishi kerak. Keyingi talab, mulkning qiymati bo'lishi kerak. Demak, har qanday mulkning puldagi qiymati bo'lishi kerak. Va uchinchi talab, shu mulk korxonaga iqtisodiy naf keltirishi kerak. Demak, shu mulk yordamida korxona boshqarilishi yoki shu mulk yordamida korxonada mahsulot ishlab chiqarilishi, xizmatlar ko'rsatilishi yoki ishlar bajarilishi kerak ekan. Shu 3 ta talabga birdaniga javob bergan mulklarni biz aktiv deb qabul qilamiz. Agar birortasiga javob bermay qolsa, buni biz aktiv deb qabul qila olmaymiz. Masalan, korxonaga ijaraga mashina olganmiz. Mashina qiymatga ega, mashina korxonaga iqtisodiy naf keltiryapti, lekin bu mulkka nisbatan korxonaning egalik huquqi yo'q. Demak, bu mulkni biz aktiv deb qabul qila olmaymiz. Kredit olganimizda ham bu bizning mulkimiz deb ijaraga olingan mulkni biz mulk sifatida taklif qila olmaymiz. Buxgalteriya hisobi bugungacha uzoq evolyutsion davrni bosib kelgan. Bu davrda buxgalteriya hisobi bilan bog'liq bo'lgan ma'lum bir qonun-qoidalar, standartlar ishlab chiqilgan. Va bugungi kunda aktivlarni, ya'ni mol-mulklarni 2 turga bo'lingan. Mol-mulklarni uzoq muddatli aktivlar va joriy aktivlarga bo'lib olingan. Uzoq muddatli aktivlar deganda biz foydalanish muddati 1 yildan ortiq bo'lgan mol-mulklarni tushunamiz. Korxonadagi avtomobil, asbob-uskuna,
yoki stullarni oladigan bo'lsak, bulardan bugun ham foydalanamiz, ertaga ham foydalanamiz, 3 oydan keyin, 1 yildan keyin ham foydalanamiz. Demak, bu mulklardan uzoq muddat foydalansak bo'lar ekan. Bularni uzoq muddatli aktivlar tarkibiga kiritiladi. Joriy aktivlar deganda 1 yildan kamroq muddatga foydalanish uchun mo'ljallangan va bitta ishlab chiqarish siklida to'liq iste'mol qilinadigan, butun qiymatini ishlab chiqaradigan mahsulot yoki ko'rsatiladigan xizmat tannarxiga o'tkazadigan mol-mulklar kiradi. Demak, 1 yildan kamroq muddat ishlatishimiz mumkin bo'lgan mulklarni biz joriy aktivlar tarkibiga kiritarkanmiz. Undan tashqari, bitta ishlab chiqarish siklida deyilyapti. Biz xom ashyo olib kelsak, shu xom ashyodan qanaqadir mahsulot ishlab chiqaramiz. Demak, bu xom ashyo bitta ishlab chiqarish siklida boshqa bir turga aylanyapti va mahsulotni sotib yuboramiz va sotilgan mahsulot pul bo'lib qaytib keladi. Demak, xom ashyolar, korxonadagi tovarlar, korxonaning pul mablag'lari, ular hammasi joriy aktivlar tarkibiga kiradi. Demak, aktivlarimiz uzoq muddatli va joriy aktivlarga bo'linar ekan. Endi uzoq muddatli aktivlar o'zi nimalardan tashkil topadi va joriy aktivlar nimalardan tashkil topadi degan savolga javob beramiz. Uzoq muddatli aktivlar tarkibida asosiy vositalarni, nomoddiy aktivlarni, kapital quyilmalarni, o'rnatiladigan asbob-uskunalarni, moliyaviy quyilmalarni va uzoq muddatli debitorlik qarzlari kiradi. Bularning hammasi bilan umumiy tanishib chiqamiz va darslarimiz davomida bularning har biri bilan yaqindan tanishamiz. Demak, birinchisi asosiy vositalar. Asosiy vositalar deganda 1 yildan oshadigan davrda mahsulot ishlab chiqarish, ishlar bajarish va xizmatlar ko'rsatish uchun ishlatiladigan yoki korxonani boshqarish uchun ishlatiladigan mol-mulklar kirar ekan. Ularga bino inshootlar, transport vositalari, kompyuterlar, mebellar, asbob-uskunalar va boshqa shunga o'xshash aktivlar misol bo'ladi. Demak, asosiy vositalar deganda birinchisi moddiy ko'rinishga ega bo'lgan, korxonada ishlab turgan va korxonada 1 yildan ko'p xizmat qiladigan mulklarni tushunar ekanmiz. Moddiy ko'rinish deganda biz stolning stol ko'rinishi, uskunaning uskuna ko'rinishi yoki transport vositalarining transport vositasi ko'rinishidagi ko'rinishga ega bo'lgan mulklar hisoblanar ekan. Keyingisi nomoddiy aktivlar. Nomoddiy aktivlar deganda bu uzoq muddat foydalanadigan, ma'lum bir qiymatga ega bo'lgan va korxonada daromad keltiradigan, lekin moddiy ko'rinishga ega bo'lmagan aktivlar hisoblanadi. E'tibor bering, asosiy vosita deganda biz moddiy ko'rinishga ega bo'lgan aktivdir. Bu esa nomoddiy aktivlar hisoblanar ekan. Nomoddiy aktivlarga patentlar, know-howlar, litsenziyalar, goodwill, franchise va shunga o'xshash aktivlar kiradi. Transport korxonasi yoki meditsina korxonasining faoliyat yuritish uchun berilgan litsenziyasi bo'ladi. Litsenziya asosida korxonalar faoliyat yuritadi. Bu litsenziya shu faoliyat ko'rsatadigan korxonaga beriladi. Demak, litsenziyaga nisbatan korxonaga egalik huquqi bor. Litsenziyani olish uchun korxona ma'lum bir miqdordagi to'lovni amalga oshiradi. Demak, litsenziyaning qiymati bor. Shu litsenziya yordamida korxona faoliyat yuritadi. Demak, litsenziyada iqtisodiy naf bor. Aktivga qo'yilgan barcha talablarga javob berdi, lekin litsenziyada moddiy ko'rinish yo'q. Mashinada moddiy ko'rinish bo'lsa, litsenziyada moddiy ko'rinish yo'q. Chunki litsenziya bir varaq qog'oz va qog'ozda shu litsenziya beradigan huquq yozilgan. Huquq esa moddiy ko'rinishga ega bo'lmagan aktiv hisoblanadi. Shuning uchun bularni nomoddiy aktivlar deb yuritiladi. Demak, asosiy vositalarimiz bu moddiy aktivlar bo'ladigan bo'lsa, bundan tashqari korxonada nomoddiy aktivlar ham bo'lar ekan. Keyingisi kapital quyilmalar. Kapital quyilmalar deganda korxonaning asosiy vositalarini qurish, xarid qilish uchun sarflangan, lekin ular tugallanmaganligi sababli asosiy vositalar tarkibiga qabul qilinmagan aktivlar kiradi. Demak, asosiy vositaning tarkibida bino bor. Bu binodan biz foydalanib turibmiz. U asosiy vositaning tarkibiga turibdi. Biz yangi bino qurishni boshlaganmiz. Bino lekin hali tugallanmagan. Bino qurilish jarayonida. Demak, bu bizga kapital quyilma hisoblanadi. Qachonki biz bu binoni tugatsakkina, keyin asosiy vosita tarkibiga o'tkaziladi. Ungacha biz ma'lum bir miqdordagi kapitalni bu binoga kiritib boramiz. Ya'ni kapital quyilma qilyapmiz. Xuddi shunday asbob-uskunalar uchun bo'lishi mumkin va xuddi shunday nomoddiy aktivlar uchun ham kapital quyilmalar kiritishimiz mumkin ekan. Demak, kapital quyilma deganda biz asosiy vositalarni xarid qilish yoki qurish uchun sarflagan, lekin ular hali tugallanmaganligi sababli asosiy vositalar tarkibiga qabul qilinmagan aktivlar ekan. Navbatdagisi o'rnatiladigan asbob-uskunalar. Asosiy vosita tarkibidagi
asbob uskunalarimiz bizga ishlab turgan asbob uskunalarimiz hisoblanadi. O'rnatiladigan asbob uskunalar esa bular hali xarid qilingan, lekin hali o'rnatilmagan, o'rnatish jarayonida bo'lgan aktivlar ekan. Demak, bizda buxgalteriyamizda o'rnatilgan va ishlab turgan aktivlarni alohida, olib kelingan lekin hali o'rnatilmagan uskunalarimizni hisobini alohida yuritar ekanmiz. Navbatdagi aktivimiz bu moliyaviy quyilmalar. Uzoq muddatli moliyaviy quyilmalar. Bularga korxonaning 1 yildan ortiq muddatda foydalanish uchun xarid qilgan qimmatli qog'ozlar, ya'ni aksiyalar, obligatsiyalar, depozit sertifikatlari va shunga o'xshash qimmatli qog'ozlar misol bo'ladi. Bu qimmatli qog'ozlar korxonaning boshqa korxona faoliyatiga mablag' kiritganligini va kiritgan mablag'idan foiz ko'rinishda yoki dividend ko'rinishda daromad olishi mumkinligini bildiradigan aktiv hisoblanadi. Demak, uzoq muddatli moliyaviy quyilmalar bu bizni sotib olgan aksiyalarimiz, obligatsiyalarimiz, veksellarimiz, depozit sertifikatlarimiz va shunga o'xshash boshqa qimmatli qog'ozlarimiz. Va navbatdagisi uzoq muddatli debitorlik qarzlari. Uzoq muddatli debitorlik qarzlari bu jismoniy va yuridik tashkilotlarning shu korxonaga 1 yildan ortiq muddatda to'lashi lozim bo'lgan qarzlar kirar ekan. Demak, biz qandaydir jismoniy shaxsga yoki yuridik shaxsga qarzini to'lash muddatini 1 yildan uzoq muddatga berib yuborganmiz. Bu bizga uzoq muddatli debitorlik qarzi hisoblanadi. Xo'p, debitorlik qarzi deganda o'zi nimani tushunamiz? A korxona bizning korxonamiz. B korxona bizning hamkorimizni korxonasi. Biz tovarlar, xizmatlar yo ishlar bajarib berganmiz, lekin bulardan hali pulini olmaganmiz. Bu bizga debitorlik qarzi hisoblanadi. Debitorlik qarzini biz mulk deb qarayapmiz, ya'ni aktiv deb qaraymiz. Chunki bu bizda bo'lmasa ham kimdadir turgan bizning mulklarimiz hisoblanadi. Demak, debitorlik qarzi bu ham mulk ekan, ya'ni bu ham aktiv ekan, faqat bu boshqa joyda turgan aktivimiz hisoblanar ekan. Ma'lum bir muddat o'tgandan keyin bu aktiv pul ko'rinishda yoki tovar ko'rinishda o'zimizga qaytib keladigan aktiv ekan. Demak, uzoq muddatli aktivlarimiz shulardan tashkil topar ekan. Endi joriy aktivlar tarkibi bilan tanishamiz. Joriy aktivlar xomashyolardan, tayyor mahsulotlardan, yarim tayyor mahsulotlardan, pul mablag'laridan, qisqa muddatli debitorlik qarzlaridan va qisqa muddatli quyilmalardan tashkil topar ekan. Joriy aktiv tarkibidagi xomashyolar bilan tanishamiz. Xomashyolar bu ishlab chiqarish jarayonida, ishlar bajarish yoki xizmatlar ko'rsatish paytida foydalanish uchun mo'ljallangan xomashyolar, materiallar, sotib olingan yarim tayyor mahsulotlar ko'rinishdagi aktivlardir. Demak, biz mahsulot ishlab chiqaramiz, mahsulotni qandaydir bir xomashyodan ishlab chiqaramiz. Sotib olgan xomashyolarimiz, materiallarimiz bu bizning joriy aktivlarimiz hisoblanar ekan. Navbatdagi aktivimiz bu tayyor mahsulotlar. Tayyor mahsulot deganda korxonada ishlov berishi to'liq tugallangan va standart talablariga va texnik shartlarga to'liq javob beradigan, texnika nazorat tomonidan qabul qilingan va tayyor mahsulot sifatida korxona omboriga topshirilgan mahsulotlarni tushunamiz. Demak, tayyor mahsulot deganda ishlab chiqarishning barcha protsessini bosib o'tib, talab qilingan standartlarga javob beradigan va sotish uchun korxona skladiga kelib tushgan mahsulotlarni tayyor mahsulotlar deb tushunar ekanmiz. Navbatdagisi yarim tayyor mahsulotlar. Yarim tayyor mahsulotlar bu korxonada ishlov berishi to'liq tugallanmagan, belgilangan sinov bosqichlarini bosib o'tmagan mahsulotlardir. Demak, ishlab chiqarish boshlangan-u, lekin ishlab chiqarish hali oxiriga yetmagan. Bu aktivlarimizni yarim tayyor mahsulotlar deb yuritar ekanmiz. Keyingi aktivimiz korxonaning pul mablag'lari. Pul mablag'lari deganda bu kassadagi, korxonaning maxsus hisob raqamlaridagi, talab qilib olguncha bo'lgan hisob raqamidagi pul mablag'larini tushunamiz. Ya'ni pul mablag'lari deganda korxonaning kassadagi, bankdagi, milliy valyutadagi va xorijiy valyutalardagi pul mablag'lari bu korxonaning mulklari hisoblanadi. Keyingi aktivimiz qisqa muddatli debitorlik qarzlari. Biz debitorlik qarz deganda jismoniy yoki yuridik shaxslarning bizga bo'lgan qarzlarini tushundik. Agar biz tovarlar uchun, xizmatlar uchun, bajargan ishlarimiz uchun to'lovni 1 yildan uzoq muddatga to'lash imkonini bergan bo'lsak, bu uzoq muddatli debitorlik qarzlari hisoblanadi. Agar biz bajargan ishlarimiz, sotgan tovarlarimiz yoki ko'rsatgan xizmatlarimiz uchun to'lovni 1 yil ichida olishimiz lozim bo'lsa, bu qisqa muddatli debitorlik qarzlari hisoblanar ekan. Navbatdagisi qisqa muddatli quyilmalar. Moliyaviy quyilmalar deganda bizni sotib olgan aksiya, obligatsiyalarimiz, depozit sertifikatlarimizni tushundik. Agar biz 1 yildan uzoq muddatga aksiya obligatsiyalarni sotib olgan bo'lsak, u uzoq muddatli
moliyaviy quyilmalar edi. 1 yilgacha bo'lgan muddat ichida sotishimiz uchun olgan qimmatli qog'ozlarimiz bu qisqa muddatli moliyaviy quyilmalar hisoblanadi. Demak, biz aktivlar deganda korxonaning mol-mulklarini tushundik. Mol-mulklar 2 turga bo'linar ekan. Uzoq muddatli va joriy. 1 yildan uzoq xizmat qiladigan mol-mulklarimiz uzoq muddatli, 1 yilgacha xizmat qiladigan mol-mulklarimiz joriy mol-mulklar hisoblanar ekan. Uzoq muddatli mol-mulklarga asosiy vositalar, nomoddiy aktivlar, kapital quyilmalar, o'rnatiladigan asbob-uskunalar, moliyaviy quyilmalar, uzoq muddatli debitorlik qarzlarini misol qilib oldik. Joriy aktivlarga esa xomashyolar, yarim tayyor mahsulotlar, korxonaning pul mablag'lari, qisqa muddatli quyilmalar va qisqa muddatli debitorlik qarzlarini misol qilib oldik. Demak, korxonada bor bo'lishi mumkin bo'lgan mulklar shularning birortasiga kirar va bizga kirib keladigan mulkni nimaligiga qarab mulkning turi tarkibiga olib borar ekanmiz. Agar xomashyolar kelsa, biz xomashyolar tarkibiga yoki asosiy vositalar olsak, asosiy vositalar tarkibiga olib borib qo'yar ekanmiz. Demak, aktivlarni biz mol-mulklar dedik. Aktivlar passivlardan shakllanadi deb aytdik. Ya'ni aktivlarning manbasi bu kapital va majburiyat hisoblanadi deb aytdik. Endi passivlar tarkibini o'rganib chiqamiz. Passivlar kapital va majburiyatlardan tashkil topar ekan. Kapital bu korxonaning o'z mol-mulklarining manbasi hisoblanadi. Ya'ni korxona ta'sischisining korxonaga kiritadigan sarmoyasi hisoblanadi. Bu sarmoya hisobidan kelajakda korxona ishlashi uchun asosiy vositalar, asbob-uskunalar, transport vositalari, nomoddiy aktivlar pul ko'rinishida ta'sischilar tomonidan kiritiladigan manba hisoblanadi. Demak, kapital hisobidan korxonaga asosiy vositalar kirib kelishi mumkin ekan, asbob-uskunalar kirib kelishi mumkin ekan, pul kirib kelishi mumkin ekan, xomashyolar kirib kelishi mumkin ekan va shunga o'xshash boshqa mol-mulklar kirib kelishi mumkin ekan. Keyingisi majburiyatlar. Majburiyatlar bu korxonaning boshqa yuridik yoki jismoniy shaxslar oldidagi kreditorlik qarzlarini aks ettiradi. Majburiyatlar bu o'tgan davrdagi bitimlar yoki o'tgan davrdagi voqealar natijasida hosil bo'ladi. Demak, kreditorlik qarzi deganda biz olgan tovarlarimiz, xizmatlarimiz, ishlarimiz uchun to'lab berishimiz kerak bo'lgan pullar hisoblanadi. Majburiyatlar bu o'tgan davrdagi bitimlar yoki o'tgan davrdagi voqealar natijasida hosil bo'ladi dedik. Ya'ni biz mahsulot olib keldikmi, bitim va voqea sodir bo'ldi va natijada bizda qarz yuzaga keldi. Undan tashqari majburiyatlarga biz ish haqini, soliqlarni, bankdan olgan kreditlarimizni ham majburiyatlar tarkibiga yuritamiz. Yana bir bor qaytaramiz. Aktivda mulklarni, passivda esa shu mulklarning shakllanish manbasini yuritamiz. Demak, aktivda 300 million so'mlik mashinamiz bor deydigan bo'lsak, passivda shu mashinaning 200 million so'mi o'z mablag'imiz hisobidan, 100 million so'mi esa qarzga olingan manba hisobidan shakllanganligini ko'ryapmiz. Yana bir bor qaytaramiz. Kreditorlik qarzlari deganda bu bizning qarzlarimiz hisoblanadi. Biz tovarlar olganmiz, xizmatlar olganmiz. Biz hali to'lab bermagan pulimiz bizning qarzimiz hisoblanadi. Bundan tashqari kreditorlik qarzi pul ko'rinishida ham bo'lishi mumkin. Bizga oldindan pul tushirib berishdi. Biz tovar berishimiz kerak, xizmat berishimiz kerak. Biz bu ham kreditorlik qarzi hisoblanadi. Ya'ni bizning berishimiz kerak bo'lgan qarzlarimiz hisoblanadi. Aktivlar tarkibini biz ko'rib chiqdik. Aktivlar tarkibi uzoq muddatli va joriy aktivlardan tashkil topadi dedik. Endi passivlar tarkibini ko'rishni boshlaymiz. Kapital, ustav kapitali, qo'shilgan kapital, rezerv kapital, taqsimlanmagan foyda va shunga o'xshash kapital elementlaridan tashkil topadi. Majburiyatlar esa bank kreditlari, kechiktirilgan majburiyatlar, kreditorlik qarzlari va shunga o'xshash majburiyat elementlaridan tashkil topadi. Kapital tarkibi bilan tanishamiz. Ustav kapital. Ustav kapital bu korxonaning o'z mol-mulkini shakllantirish manbasi hisoblanadi. Korxona ro'yxatdan o'tgandan keyin ustav kapital manbasi asosida asosiy vositalar kiritiladi, nomoddiy aktivlar kiritiladi, xomashyo, tovarlar yoki korxona hisob raqamiga pullar kiritilishi mumkin. Demak, ustav kapitali bu korxonani ishlashi uchun kerak bo'lgan sarmoya hisoblanadi. Kapital tarkibidagi keyingi shot bu qo'shilgan kapital. Qo'shilgan kapital bu qo'shimcha aksiyalar chiqarish va ularni nominal qiymatidan ortiqcha qiymatda sotishdan paydo bo'ladigan emissiya hisoblanadi. Demak, korxona aksiya chiqargan, uning nominal qiymatidan ortiqcha qiymatda sotilishidan korxonaga kirib keladigan kapital bu qo'shilgan kapital hisoblanadi. Keyingi shotlarimiz rezerv kapital.
Rezerv kapital bu qonunchilik va tasdiq hujjatlariga muvofiq sof foydadan ajratmalar yo'li bilan barpo etiladi. Undan kutilmagan zararlarni qoplash va boshqa maqsadlarda foydalanadi. Demak, rezerv kapital bu sof foydadan ajratib, rezerv shakllantirilar ekan va undan kutilmagan zararlarni qoplash maqsadida ishlatilar ekan. Kapital tarkibidagi keyingi shotimiz taqsimlanmagan foyda. Taqsimlanmagan foyda bu daromadlarni xarajatdan oshgan vaqtda paydo bo'ladigan korxonaning ijobiy moliyaviy faoliyati natijasi hisoblanadi. Ya'ni taqsimlanmagan foyda daromadlardan xarajatlarni chegirib tashlaymiz, undan soliqlarni to'laymiz va oxirida qoladigan korxonaning foydasi hisoblanadi. Majburiyat tarkiblari esa bankdan uzoq muddatda yoki qisqa muddatga olingan bank kreditlaridan, kreditorlik qarzlaridan, soliq bo'yicha qarzlaridan, ish haqi bo'yicha qarzlaridan va boshqa shunga o'xshash qarzlardan tashkil topadi. Demak, bugungi darsimizda biz aktivlar va ularning tarkiblari hamda passivlar va ularning tarkiblari bilan tanishdik. Aktivlar deganda biz mol-mulklarni tushundik. Passivlar deganda esa shu mol-mulklarning manbasini tushundik. Ushbu darsimizni PDF varianti bilan tanishib chiqing. Uyga vazifalarni qiling. Tushunmagan joyingiz bo'yicha esa savollaringizni bemalol saytimiz orqali yozib yuborsangiz bo'ladi. Sizga biriktirilgan mentor siz bilan albatta aloqaga chiqadi va tushunmagan joylaringiz bo'yicha sizga tushuncha beradi. Saytimizdan darsimizni PDF varianti bilan tanishib chiqing va dars bo'yicha o'zingizni konspektlaringizni qilib oling. Shu bilan bugungi darsimiz tugadi. Keyingi darsga uchrashguncha xayr.